Ayrim odamlar menga shunaqa savol berishadi. Voy, uyalmaysizmi? Bunaqa tortlarni pishirib, reklama qilib sotishga. Men esa ularga: "Ha, men uyalmayman narsa pishirib sotishdan. Ha, men uyalmayman xizmatimni taqdim qilishdan. Ha, men uyalmayman halol yo'l bilan pul topishdan. Ha, men uyalmayman orzularim uchun harakat qilishdan. Men uyalaman kosmetologga bormoqchi edim. $100 berib turing. Mana shu kiyimni olmoqchi edim. Qarz berib turing. Men uyalaman hayot uchun hamma ehtiyojlarimni qondirgan juftimni o'zimni xotelkalarimni deb xafa qilib qo'yishdan. Men juda uyalaman o'zimni yaqinimni uning yonida sen zo'rsan, eng zo'risan deb uning orqasidan uni mehnatining ustidan kulishdan. Men juda uyalaman boshqalarga yuk bo'lishdan. Hayotdagi vaziyatlarda aybdor qidirmasdan Allohning menga bergan rizqi, hunari va imkoniyatlari uchun shukr qilaman. Alhamdulillah. Agarda siz navoiylik bo'lsangiz, sizga shunaqangi shirinliklar, tortlar kerak bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tug'ilgan kunlarda, bayramlarda meni hali juda ham ko'p qidirasiz. Aytgancha, hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Agarda sizga hayit bayramida turli xil shirinliklar, bento tortlar, katta tortlar, kinder tortlaridan, klubnika va shokoladjelar, banan va shokoladjelar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol hozirdan o'z joyingizni band qilsangiz bo'ladi. Zakaz berish uchun direktga murojaat qiling.